Yaxşımsızlar qarindoshlar, men sizlarning oshpaz do'stinglar Adjoston. Bugun sizlar yapgan tamg'on bo'lsam, shu mefan hallo bo'lsin yoki ayildi bo'lsin. Intayin tushadigan, qilishmi oddiy bo'lgan, chunjaq bo'lsin-ki. Qilishni olib keldim. Ben qo'shamagan do'stlar qo'shib foydalanib qilinglar, kun yeyimiz bunlar yo'llanib turdi qarindoshlar. Film ketdik. Avval go'shtni nipzalab to'g'rab olamiz. Sir qilib to'g'rab tayyorlab olamiz buni. Şunu doğrab bo'lgandan keyin ko'kmushnimi pagida qilgandan keyin buni sir holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Ondan material tayyor bo'lgandan keyin ayran bir cho'zroq savda yaqib qo'ydik. Go'shtimizni bellab olamiz. Tuxumni yaqindan chaqib deb, azroq diyafan, azroq jeyishfan bir deb. Toz, jon, oq musulni buni tekshir aralashtirib doğradan erigicha go'shtimizni tayyor qilib olamiz. Ondan qozon mayisi tekshir o'tda go'shtimizni zoli qilib bellab olamiz. Go'shtimiz sağırıp pişkandan keyin go'shtimizni suzilib, qozonga chanagan samsak, shamila silib biroq chiqarib olamiz. Buni qorib olgandan keyin oldin tayyor qo'ygan ko'kmushni silib ishkilashtirib o'tgandan keyin yarım qo'shiq xavoyu, yarım qo'shiq adobanjan silib buni tekshir ishkilib aralashtiramiz. Lozim bay to'liq pishirib qo'ratmaymiz, chalpisi bo'ldi. Andan avval tayyor qilgan go'shtimizni silib buni ishkilashtirib qorib olamiz. Bunu müşkillaştırıp algandan keyin tuz damini keltirib olamiz. Tuz, avayjon, jiyjon, oqmush azroq xo'jalik sevayotgandan keyin tekshir aralashtirib müşkillaştırib qo'yamiz buni. Buni pek izlatmaymiz, sal jalloqroq chiqish kerak bo'lsa. Qorib olgandan keyin azroq tonko jonga bir o'tamiz. Azroq ochiq suv bir o'tgandan keyin oxirida azroq suyni quyildirib, oldin tayyor qilgan taqsimizga usib iste'mol qilsak yoki xeridoniki iste'mol qilishga asosan bo'ldi qarindoshlar. Birga etmoqchi bo'lgan tamog'imiz tayyor bo'ldi. Qo'shamagan do'stlar qo'shib foydalanib qilinglar, kunlik mazmunlar yo'llanib turdi qarindoshlar.